dasturimizning 10-mavzu havo qarshiligi ta'sirida erkin tushayotgan jism harakati. Bu mavzu rejasidan tashkil etaman. Erkin tushish va Nyutonning ikkinchi qonuni. Ikkinchi reja havo qarshilik kuchining fizik modeli. Uchinchi reja harakat tenglamasini tuzish. To'rtinchi reja differensial tenglamani yechish va umumiy yechim. Beshinchi reja terminal tezlik tushunchasi va oltinchi reja graf tahlili va fizik talqini. Bu reja asosida quyidagilarni bilan tanishib o'taman. Erkin tushish va Nyutonning ikkinchi qonuni. Erkin tushayotgan jismga faqat og'irlik kuchi, gravitatsion kuch ta'sir qiladi. Ya'ni mana bu kuchni olishimiz mumkin, og'irlik kuchini. Ammo agar jism havo muhitida harakat qilsa, ya'ni havoning qarshilik kuchi ta'sir qilsa, biz mana bu ko'rinishda olishimiz mumkin. Nyutonning ikkinchi qonuniga ko'ra. Bu yerda o'zimizga ma'lumki, havo qarshilik kuchini R deb belgilaganmiz. Ma'lum A tezlanish, M massa, G erkin tushish tezlanishi. Ikkinchi reja havo qarshilik kuchining fizik modeli. Havo qarshilik kuchi odatda tezlikka bog'liq bo'ladi. Modellarni ikki turga ajratamiz. Birinchisi chiziqli model. Chiziqli model qachon ishlatiladi? Bu bizga mana bu past tezliklarda to'g'ri keladi. Masalan, kichik zarrachalar harakatda qarashimiz mumkin. Kvadratik modelda esa, ya'ni everything karbonik kvadrat. Ya'ni bu holatda masalan, parashyutchining tushishi, avtomobil harakatida qarashimiz mumkin kvadratik model. Uchinchi, harakat tenglamasini tuzish. Bu tenglamasini tuzishda, ya'ni chiziqli model uchun qaraydigan bo'lsak, mana bu tenglik chiqadi. Bu tenglik ikkala tomonni ham engga bo'lib yuborib, natijada bog'lab mana buni topadigan. Mana bu ko'rinishdagi birinchi tartibda chiziqli differensial tenglama bo'ladi. Bu differensial tenglamani yechish, bu mana bu ko'rinishdagi tenglama, bu tenglama birinchi tartibli tenglama bo'lib, uni integrallash uchun ko'paytiruvchi funksiyadan foydalanamiz. Integrallash ko'paytiruvchimiz, ya'ni me'yoriy ko'rinish mana bu ko'rinishga ega. Tenglik ikkala tomoniga mana buni ko'paytirib yuboramiz. Natijada mana bu ko'rinishga hosil bo'ladi. Natijada bu integrallaymiz, integrallash natijasida mana bu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ladi. Bu yerda boshlanish tezlik, ya'ni nolga teng 0 bo'ladigan holat qarasak, bu o'zimizdan ma'lumki tini o'rniga qo'yamiz va konstantani qiymatini topib olamiz. Ya'ni tenglashni kelib chiqadi. Keyin tenglamaga olib qo'yadigan bo'lsak, mana bu ko'rinishdagi tenglamamiz hosil bo'ladi. Ya'ni bu bo'ladi. Terminal tezlik tushunchasi, terminal muvozanat tezlik hisoblanadi. Bu terminal muvozanat vaqt o'tishi bilan jism tezligi ma'lum bir maksimal qiymatga yaqinlashadi. Ya'ni biz mana buni, ya'ni terminal tezlikda mana bu ko'rinishda olamiz. Ya'ni cheksizlik kelgandagi tezlik mana bu limitini taqsim qiladi. Ya'ni terminal tezlik deb qaraymiz. Bu shuni anglatadiki, havo qarshiligi og'irlik kuchini qoplay boshlaydi va jism tezligi o'zgarmay qoladi. Natijada biz bu tezlikni terminal tezlik deb ataymiz. Bu misollar qaraymiz. Harakat tenglamasini tuzing. Mana masalani berildi. Massasi m, ya'ni 10 kg. Havo qarshilik koeffitsiyenti k, 20 kg tasnifli bo'lgan jism uchun harakat tenglamasi tuzilsin. Bu tenglama uchun harakat tenglamasi Nyutonning ikkinchi qonuni bilan mana bu ko'rinishda olamiz. Birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama va berilgan masalaning shartiga ko'ra berilgan qiymatlarni olib qo'yamiz. Natijada mana bu holatga kelib chiqadi. Bu birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama bo'ladi. Ikkinchi misol, yuqoridagini yechimini toping. Haqiqatan boshlang'ich shart berib qaraydigan bo'lsak, birinchi misolga, natijada o'rnini qo'yadigan bo'lsak, uning qiymati mana bu ko'rinishdagi bo'lishi mumkin. Bu uchun, ya'ni t cheksizlikka intilganda, ya'ni biz terminal tezlikni toping deyiladi. Uchinchi masalada yuqoridagi unga mos terminal tezligimiz, ya'ni 4.9 metr/sekundga tenglik kelib chiqadi. T cheksizlikka intilganda uning limiti mana bunga tenglik kelib chiqadi.
Ya'ni biz buni terminal tezlik deb ataymiz. Nazorat savollari, hurmatli talabalar, nazorat savollariga javob berasiz, mustaqil o'rganasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.